hurmatli rais janoblari, hurmatli delegatsiya rahbarlari. Shu o'rinda biz urushda jabrlangan falastinlik bolalar va ayollarni O'zbekiston shifoxonalarida beg'araz davolashga tayyorligimizni bildiramiz. Alloh taoladan jahonda tinchlik, osoyishtalik va xotirjamlik ne'matini ziyoda etishini va ummatimiz ahliligini yanada mustahkam qilishini so'rab qolamiz. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, yaqinda O'zbekistonga Falastindan 100 kishi evakuatsiya qilindi degan xabar tarqaldi. Bu voqelikka tushadimi? Bundan xursand bo'lsak bo'ladimi yoki bu ham xalqni chalg'itish uchun bir siyosiy o'yinmi debdilar. Men bu narsani eshitdim, lekin amalga oshdimi, bu qachon bo'ldi yoki bo'ladi, buni hali bilmadim. Agar bu haqiqatdan bo'lsa, voqelik amalga oshsa, yaxshi ish, bundan albatta xursand bo'lish kerak. Nimaga xursand bo'lmaymiz? Bir musulmon, bir yetim bosh silansa albatta xursand bo'lamiz. Bir odamlarni yomon ko'rish bizga ularga nisbatan adolatsizlikka undamasligi kerak. Alloh oyatda aytgan, "Adiluhu aqrabu lit-taqvo", adolatli bo'linglar, ana shu taqvoga yaqindir degan. Yaxshilik, uni kim qilsin yaxshilik deyiladi. Mana bir mushrik Mut'im ibn Adi degan kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifdan quvilgan paytlarida Rasulullohni himoyasiga olib Makka ga olib kirib qo'ygan. Ana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Badr jangida eslaganlar. O'sha mushriklarga jang qilib turgan holatlarida ham o'sha yaxshiligini eslaganlarida uni o'g'li kelgan paytda ba'zi qarindoshlarini asirlikdan ozod qilish uchun Jubayr ibn Mut'im kelganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, shu otang Mut'im tirik bo'lganda edi, mana o sassiqlar haqida menga bir og'iz gapirsa, shularni otang uchun qo'yib yuborardim deganlar. Holbuki uni otasi mushrik bo'lib o'lib ketgan bo'lgan, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshilik qilgan kishi. Lekin o'shaning yaxshiligini Rasululloh eslaganlar. Tabiiy o'sha odam ham qarang mana. Rasulullohga Alloh uchun yaxshilik qilmagan, u kofir, qanday Alloh uchun yaxshilik qiladi? U o'zini izzati uchun, o'zini bir ko'rsatish uchun, o'zining sharafi uchun odamlar ichida, mana men shunaqangi bir odamlar ichida mavqeim bor meni degan narsani ko'rsatish uchun Rasulullohga himoya bergan bo'lgan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni kovlashtirmaganlar. Ha, o'zini ko'rsatdi-da, u siyosiy o'yin qildi bu. Odamlarga o'zini chalg'itish uchun qildi bu demaganlar. O'zimiz aytgandek, uzumni bog'ini surishtirma deydi-ku. Ya'ni biz shunaqa foydasi bo'lsa foydasini olamiz. Ammo u niyatda, nima niyatda qilgan bo'lsa, o'zining niyatiga yarasha Allohni hisob qilaveradi. Siyosiy o'yin qilyaptimi, xalqni chalg'ityaptimi, Alloh taolo o'zi unga mas'ul. Biz musulmon odam ko'ngliga shabada tegsa, bitta bo'lsa ham o'sha narsadan xursandmiz albatta. Endi muammo nimada? Ularni olib borib, ularda ya'ni dindan fitnalanmasligida. Ular ham dindan fitnalanmasligi o'zi bilan Robbimiz o'rtasidagi narsa. Ya'ni yetimxonalarga tiqib demoqchiman bolalar, keyin yetimlar shunaqangi bir odatda islomiy tarbiya topmaydi-da. O'sha narsa bo'lsa, o'sha narsadan inson xavotir qiladi faqat. Allohga omonat topshiriladi endi bunaqangi insonlarni. Keyin yana bir narsa borki, albatta inson buni inobatga olish kerak, ya'ni ibda biman ta'ul deganlar Rasululloh. Sen oilangdan boshla deganlar. Ya'ni inson masalan tasavvur qiling, o'zining bolasini ko'chaga tilamchi qilib chiqarib qo'ysa-da, qo'shnining bolasiga olib kelib ovqat bersa. Shu ish qo'shnining bolasiga ovqat berish yaxshi ish, lekin hop o'zimizga qarashimiz kerakmi birinchi deydi hamma, ya'ni. Ana shunga o'xshab aytmoqchimanki, Falastindanmi, qayerda bo'lsin, yetimlarni olib kelib boshini silash yaxshi ish. Lekin buni yonida albatta o'zimizda ham qancha ojnahor odamlar bor. Qiynalib yurganlar. O'shalarga yaxshilik qilinsa, zulmni to'xtatilinsa, bu undan-da yaxshi ish. Bu yuqoridagi yomon ish deyilmasa ham. Chunki inson o'zini oilasidan boshlashga buyurilgandek, davlat ham o'zini xalqidan boshlashga buyurilgan. Alloh tavfiq bersin, Allohu a'lam.